Oq poshsho askarlari uning ismini eshitishi bilanoq qo'rquvdan titrar edi. Sho'rolar uchun u bosmachi, Turkiston uchun esa so'nggi umid qahramoni edi. U hech kim kutmaganda paydo bo'lar va xuddi shunday tez g'oyib bo'lib, o'zidan esa qo'rquv va sukunatni qoldirardi. Ammo u kim edi? Unga allaqachon Sharq Napoleoni deb nom berishgan edi. Uning ismi Laqaylik Ibrohim Chaqaboy. Chor Rossiyasi Turkistonga bostirib kelganda, u vatani ozodligi uchun jangga kirishadi. Tog'larda u boshqa qo'rboshilar bilan navbatdagi jangni rejalashtirib, to'satdan hujum qilar edi. Ruslar kuchsiz ekanliklarini anglab yetgach, Ibrohimning sheriklari orasida xoinlarni izlay boshladilar va ular buni uddalashdi. 1931-yilda sotqinlik tufayli qo'lga olinadi va o'limga mahkum etiladi. Ibrohim Laqay vatani ozodligi va kelajak avlod uchun kurashdi. Turkiston qahramonlarini unutmaydi.